Har doim ham gipotiroz kasalliklarini davolashda L-tiroksin yetarli bo'lmaydi. To'g'ri, yordam berishi mumkin qaysidir holatlarda vaqtincha, lekin to'liq tuzalish uchun baribir kompleks davo terapiya muolajalarini talab qiladi. Huzurimizga bemor keldi. Boshida 50 milligramlik L-tiroksin ichgan, keyin 75 ga ko'tarishgan, keyin 100 ga ko'tarishgan, hozir 120 dozada L-tiroksin ichadi. Bemorda T3, T4 gormonlarini ko'rsak, ma'lum bir darajada turibdi, lekin tetagi baland, baribir bu gipotirozni belgilarini hal qilmayapti. Ya'ni simptomlar baribir turibdi. Shish, xotira pasayishi, kayfiyatni buzilishi hamda autoimmun tiroidit ham ketyapti. Atipollari juda ham baland. Biz bu bemorimizni hujayra darajasida davolashda qo'lladik. Bitta kursning o'zida ham sezilarli natijaga erishdik. Bu har bitta hujayra darajasida muolaja olgandan keyin biz L-tiroksin dozasini pasaytirib hozir 75 ga tushirdik. Bu bilan nima demoqchiman? Gormonal fonni ko'tarish bilan gipotiroz, autoimmun tiroiditda xuddi bir stakan teshilgan turibdi. Uni suv kamayapti. Teshikni berkitmasdan turib suv quyayotganga o'xshaydi. Shu sababli gipotiroz kasalliklarida, autoimmun tiroiditlarda, umuman barcha kasalliklarni davolashda individual podxod va kompleks davolash talab qiladi. Chunki hujayra darajasida davolash bu aynan sabab bilan biz ishlaymiz. Chunki tirotsitlar ishlamasa, qalqon suv bezidagi hujayralar ishlamasa, u yerdagi vaskulyatli proses bartaraf qilinmasa, autoimmun atipolarni tushirib turmasak, trigger aynan autoimmun prosesga olib keluvchi sabablar bartaraf qilinmasa va T4 ning T3 ga konversiyasiga yaxshilovchi mikroelementlarni biz bermasak, qo'shimcha jigar, boshqa organlar faoliyatini yaxshilamasak, biz gipotiroz kasalligini faqat gormon dozasini oshirish bilan yecha olmaymiz. Bu klinik bizdagi sulcha edi, shularni bir bo'lishay degandik.